razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu koyarız ha bunu. Stoklar bir çıkamam mı? Resmini alsan ku. Arada giydirdiler, resmiyet katta bular. Lezbeken özümüzün uşak bulayken da uşak. Özüm bilip Keyif kurdu. deyip görü ben. Allah razı olsun. Yine bir gün Kaşqadaryodan Pamuk'tan Lezbek ülkemiz hürmet kılıp ustazlarına hürmet için her bir ustaz özünü onlara koyup, hürmetini onlara koyup bugün TTV kanalında canlı icrada bir konsert koyaman degan niyat bilan Xorazmga tashrif buyurdilar ülkemize. Ülke omad tilimiz. Fayzli bo'lsin, manfaatli bo'lsin. El yurtimizda foydali bo'ladigan ashulalar, so'zlar, ma'noli asarlar Xudoyim chiroyli chiqsin Xudoyim. Ana shu ko'rsatuvdan keyin xalqimizning qalbidan bir joy olgan san'atkor bo'lib, mavqelaringni aytib, yana telefon qilib davomli respublika kanallarında görünüş berib, o'zingning ijodlaring bilan Xudo xolasa Xorazm san'atini, o'zbek bütün milliy san'atimizni cho'qqilari ko'taradigan darajada sana ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz uka. Alloh taolo rozi bo'lsin uka. Sog'likda görüşelim. Bugun yaxshi o'tkazib boringlar chiroyli Xudoyim. Ustozlardan ham duo olib beramiz bugun sizlarga Xudo xolasa. Ustozlar duo qiladi bugun chiroyli chiqsin, nasib bo'lsa ko'rsatuvlar. Yine Kamranbek ukamiz ham shu yerda destek bulup, yardım verip, rahmetle tilep duruptu ülkemem. Üşe selam, rahmet, rahmetle tileyimiz. Mimarlar kuş gelmişler, rahmet çette sağ olunlar.